O'g'limni pulini shilish bo'lsa bo'ldi. Bittasi logopedga borish kerak. 4 yoshdan oshyapti. Hali ham gapirmayapti. 4 yoshgacha kutdik. Nerpatolka gapi bilan baribir gapirmayapti. Endi logopedga boraylik. Menga qarang, patologga boraman dedingiz, mayli dedim. Endi logopedda nima bor? O'zi qozonni yuvindisi bo'ladi. Yalog'i. O'shani bilan bundoq og'zini chaying, ana bolangizni tili chiqib ketadi, yaxshi bo'ladi. Nima bor logopedda sizga? Ojon, qozon yuvindisi ham qolmadi. Oyim uylarda yuvindi ham qolmadi. Katta to'yi qozonni, oshqozonni yuvindilari ham qolmadi. Ularni ham ichirdim. Ana qo'shnimiz aytgandek, bedanani idishiga suv ham qo'yib ichirdim. Bir yildan oshiq vaqt o'tdi. O'sha bolam 5 yoshdan oshdi. Qaytam qaysarliklari ko'payib ketdi. So'lagini oqishga, kiyimlarni so'lagiga hidiga chidolmayapman. Oyijon, qolinglar logopedga. Yo'q, menga qarang. Endi o'sha so'lagini mundoq kesing, qaychi bilan o'zi irimi bor, qaychi bilan bundoq so'lagini kessa, bolangiz yaxshi bo'lib ketadi. Endi menga qarang. Qaysarligi bo'lsa agar, bu yoqqa keling. Siz qaysarligini qoldirishingiz uchun eringizni tapishkasini oling-da, donaga yotqizib qo'yib, shundoq ursangiz, bo'ldi, qaysarligi ham qoladi. Boring, olib chiqing bolangizni. Darrov shuni qiling. Logopedga borishingizga hojati yo'q. Boring. O'g'limni pulini shilish bo'lsa bo'ldi. Yana nimaga qaytdingiz? Meni aytganlarimni qiling. Sizlar ham qaynananglar qanaqa yerimni simla qilgan, aytinglar, uni ham qilib kelaman. Logopedda nima bor? Endi menga o'xshagan onajonlar, buvijonlar nabiralaringlarni umrini, yoshligini yo'qotib qo'ymanglar. Bular hali ertaga birdan katta bo'lganda sizlardan ham domongir bo'ladi bular. Iltimos sizlarda yoshlarga yo'l beringlar. Logoped bilan nevropatologga albatta olib borish kerak bunaqa farzandlarni.